Assalamualaikum, yaxshimisiz? Yangi Uqum ingliz tili darsimizga qaytib kelganingizni qizg'in qarshi olamiz. Oldin qatim deb o'tganimizdek, darsligimizning ismi New Concept English. Shu topda biz birinchi kitobni boshladik. Bu amaliyotda ikkinchi qatimliq dars. Birinchi kitobning ismi nima? First Things First. Ya'ni eng muhimidan kelmaylimi degandek bir ma'no oldi. Yeni birinci kitabın ismi. Şu kitapta Friday, August 2nd, 2019 degan xatni ko'ryapsiz 3-qurda. Uning ma'nosi juma kuni, ya'ni 8-oyning 2-kuni, ya'ni 2019-yili degan ma'no bildirdi. Ingliz tilidagi chislaning ifodalanishi dal shunday bo'ladi. Kechiringlar, men tunji darsda, ya'ni tunugungi darsda haftaninki kunni qo'shishni unutib qoldim. Demakchi chalib qoldi. Asıl to'liq bo'lsa qandaq, shunday ifodalansa to'g'ri bo'ldi chisla ingliz tilida. Bo'libmi amerikancha ifodalaganda. Ya'ni yana bir qatim desam, Friday, August 2nd, 2019 desak, eng to'liq bo'lgan bo'ladi, ha? Ya'ni haftaninki kunini qo'shib deyish odatga aylangan amerikaliklarda bo'libmi? Ya'ni 2019-yili 8-oyning 2-kuni, ya'ni juma kuni degandek ma'no oldi. Onun tegidagi qurda YouTube channel Hayat Tilim deb turdi, demakchi kanalimizningki YouTube'dagi izlash nomi Hayat Tilim. Onun tegi qarsangiz www.hayattilim.com. Agar biz shu topda o'tayotgan shu birinchi qism kitobni tushirib olmagan bo'lsangiz, shu tor bekitimizga chiqib, ya'ni eng tegidagi qurdagi tor bekitimizningki adresi bo'ladi. Tor bekitimizga chiqib, shu kitobni tushirib olgaysiz. Undaqda biz darsimizni davomlashtirib ketdik, savodashlar. Bugun biz lesson 2, ya'ni ikkinchi darsni so'zlaymiz. İkinci darsninki mavzusi, ya'ni temasi nima bo'ldi ekan? Is this your bir nima deydi. Bo'sh o'ringa qandaq tuvandagi so'zlarni qo'yamiz. Masalan, shu siz ko'rayotgandek tuvandagi shu birinchidan tortib, masalan 10-gacha deylik. Shu so'zlarni qo'ysak, bu sizning falonchi narsangizmi degan gap bo'ladi. Jumlani hali ayrim tushuntirma, demakchi temani bir jumla qilib tushunsak, shu so'zlarni saplagandan keyin, masalan, tuvandagi siz ko'rayotgan shu birinchidan 10-gacha bo'lgan so'zlarni, ma'lum nimish 11-sini tilga olmaysiz desanglar, 11-si 2 degan son, biz oldingi darsda 1ni o'rgangan to'q, 1ni nima degan to'q? One degan to'q. 2ni nima deyotganmiz? Naq 11-chi so'z shu. Uni shu hali vaqt kelganda deymiz. Demakchi shuning uchun 11-sini o'z gamaymiz demakchi, ammo mavzuga, mavzudagi bo'sh o'ringa sarflaganda so'zlarni demakchi. Xo'sh, shundaqda biz boshqa gapni qilishdan burun yangi so'zlarni ko'rib chiqaylik. Qarasangiz, yana bir gapni deb qo'yay, mana u batninki siz shu tabni ko'rayotgan ekrandagi demakchi rasmlarga diqqatingiz chechilmasin, ularni ko'ringiz bo'lmay tursin, faqat xatlarga qarang. Bilaman, albatta ozroq odamning diqqatini chechib o'tadi. Masalan, rasmlarning o'rinlashtirilishi sal qalayimqon bo'lib qoldi, lekin shuni alayda eskartyapman-ku, shuning uchun. Demakchi, rasmlarga diqqatingiz chechilmay tursin, oldin bilan yangi so'zlarni biz ko'rib o'taylik ikkinchi darsninki, ha. Bu ikkinchi dars nima desanglar, amaliyotda birinchi darsninki mashq qilib hisoblandi. Bo'lib, yangi Uqum ingliz tilininki birinchi kitobininki alohidligi shuki, taq darslar dars, shu taq darslarning kayniga uliniblik ekan, juk darslar shu taq darslarninki mashq hisoblandi. Amaliyotda bu yangi dars emas, balki taq dars, ya'ni ma ahvolda ikkinchi darsligimiz birinchi darsninki mashq demakchi. Birinchi darsda o'rgangan jumla shaklimizni qanday mashq qilamiz demakchi. Bu amaliyot yaxshi ahvol-ku. Xo'sh, shunday bo'lsa, uzun gapning qisqasi biz shu ikkinchi darsda uchraydigan yangi so'zliklarni bir ko'rib o'taylik. Andan keyin birinchi darsda kelgan jumla shakliga saplab mashq qilamiz, ha. Xo'sh, new words and expressions. Oldin qatim dedim, new words and expressions degan nima degan gap? Yangi so'zlar va so'z birikmalari degandek bir ma'no bildirdi. Birinchi so'zimiz nima ekan bugunki? Pen. Pen. Men agishib o'qiysiz qo'yaman deb bo'ldim oldingi darsda. Bir so'zni o'qib bo'lib, ozroq to'xtayman sizni o'qib olgacha deb.
Okay, number 2, pencil. Pencil. Number 3, book. Book. Number 4, watch. Watch. Number 5, coat. Coat. Number 6, dress. Dress. Number 7, skirt. Skirt. Number 8, shirt. Shirt. Number 9, car. Car. Number 10, house. House. Number 11, two. Two. Hoş oqilishi shundaq. Endi ma'nosini ko'raylik. Pen degan nima bo'ldi? Qalam. Okay, mayli siyoli qalam bo'lsin, mayli yana bir qalam bor-ku, mayli qalam deylik. Mayli siyoli qalam bo'lsin, mayli mayli qalam bo'lsin, ingliz tilida pen deb ataydi. Okay? Siyoli qalam yoki mayli qalam. İkincisi nima? Pencil, qarindosh qalam, nima? Qarindosh. Okay? Üçüncüsü book, kitap. Kitap, okay? Dördüncüsü watch. Şu o'qilishiga bak diqqat qilinsa bag'dash. Watch, soat. Qo'l soati, nima? Tamg'a osadigan soat emas. Demakchi, men so'zlayapman, yezib menyotsizga, ingliz tili o'rganishning eng yaxshi usuli qanday? Dars boshlangan aman cho'qim oldingizda bir daftar bo'lish kerak. Qo'lingizda bir qalam bo'lish kerak. Ma'lum so'zlaganda qanday xotirlab mangsiz qo'y. Men buni demasam bilamiz qo'y. Hammamiz o'quvchi bo'lib. Okay, number 5, coat. Nima? Palto degan gap. Number 6, dress. Ko'ylak. Bu butun ko'ylak qartilgan jimi? Butun ko'ylak. Ham ayollarningki butun ko'ylagi qartilgan jimi? Number 7, skirt. Bu yopka. Ayollarningki belning belga kiydigan. Belga tizg'i chekildigan narsa bor. Demakchi, shuni yopka deydi bu. Skirt. Ashujimi? Yopka. Number 8, shirt. O'qilishiga diqqat qilyapsiz, shirt. Bu ko'ylak. Ayaklarningki ko'ylagi. Jumi? Mana ustiga kiydigan ko'ylak. Demakchi, number 6 bilan number 8 qanday? Ya'ni 6 bilan 8-si o'xshamaydi, ha? 6-si nima? Dress. Ayollarning butun ko'ylagi. 8-si ya'ni number 8 deganimiz shirt. Ayaklarningki ko'ylagi. Okay? Number 9 degan nima bo'ldi? Car. Car, mashina. Kichik mashina bor. Kichik mashina. Number 10, house. House, bu uy. Okay? Masalan, turar uy. Number 11 degan nima? Two. Demakchi, oldidan shuni desak, oldidan emas, ankayinda qoldi-ku amaliyotda. 2 deganni two deb demakchi yozamiz, shundaq ekranda ko'rayotganingizda TWO deb yozamiz. Nimasi? O'qilish ahangi two. Ma'nosi 2, shu sondagi 2. Oldingi darsda biz 1 ni o'rgangandik. Nima deydi u? 1. Buguncha 2 ni o'rganibmiz. Demakchi, ikkinchi dars kelib 2 ni o'rganib demakchi bu. Boshda bir kelish kerakda asli so'zlarningki Englishida. Dastlabda yodimizga kelmabdi, eng oxirida shuna 11-chi bo'lib qisilib qoldi shu. Lekin hech qisi yo'q, o'rgangandikidan bo'ldi-ku. Xo'sh, shunda olsa, yangi so'zlardan shu 11 dona so'z bor ekan. Bayaqi gapimizga qaytib kelsak, ikkinchi darsning temasi, ya'ni lesson 2 ningki temasi nima bo'ldi? Is this your bir nima? Ya'ni bo'lsa bu sizning bunday narsangizmi? Demoqchi ekan-ku. Qanday narsangizmi demoqchi? Unda olsa shu 1-dan boshlab 10-gacha biz saflaylik, qarang. Is this your pen? Maqarsangiz amaliyotda bu mashqni, ya'ni shu savol so'rab javob beradigan mashqni qarang, mana bu ekranning tuvan tarafida so'l tarafga men jumla qilib yozib qo'ydim. Diqqatingiz ashunday bo'lsin. Demakchi, savol shu, javobi-chi tigidiki yes it is degan shu-mi? Undan so'ng mushakka qarab turaman hozir degan ekan shu ekranning tuvan so'l tarafiga. Men bu birinchi so'zdan boshlab
so'zliklar, yangi so'zliklar tizimligidagi birinchi so'zdan boshlab aşağıya sapla, ya. Is this your pen? Nima bo'ldi? Bu sizning qalamingiz mi? degan gap bo'ldi. Javob nima? Bundaq aslab o'tsak, birinchi darsning mazmunini, birinchi darsda nima degan to'q? Is this your handbag? deb so'ragandi tekstda, ya'ni dialogda. Bu sizning qo'l sumkangizmi deb. Da o'ylasangiz, poyezd xizmatchisi deylik, poyezddan tushib ketishga tamshilayotgan bir ayolni chaqirib o'ziga, excuse me deb, yes degandan keyin, is this your handbag deb so'ragandi. Shundaqmi? U nima degandi? Bu sizning qo'l sumkangizmi deb so'ragandi-ku, demakchi shuni asligan bo'lsangiz, naq shu handbagning o'rniga hozir penni qo'yyapmiz-ku biz, qarang. Is this your pen? Bunda aytganimiz javoban bu gapga yes it is. Bunda o'ylasangiz, shu birinchi darsning dialogida shundaqdi-ku. Albatta tunji qatimda anglamadi, endi anglayapmidi. Shunga pardon deb so'rayapti, yodingizda bo'lsa. Anonkina poyezd xizmatchisi, is this your handbag deb qayta so'raganda anonkin yes it is degandi-ku. Shuni aslasangiz naq mushu gap shu. Yes it is degan nima? U shu degani-ku. Xo'shundaqda tushuntirishim shunchalik bo'lsin, biz shu 10-so'zgacha bir saplab mashq qilib o'taylik, ha. Ikkinchisidan boshlab menga aytib o'qing. Is this your pencil? Yes it is. Number 3. Is this your book? Yes, it is. Number 4. Is this your watch? Yes, it is. Number 5. Is this your coat? Yes, it is. Number 6. Is this your dress? Yes, it is. Number 7. Is this your skirt? Yes, it is. Number 8. Is this your shirt? Yes, it is. Number 9. Is this your car? Yes, it is. Number 10. Is this your house? Yes, it is. Demakchi, mushu hozir biz saplagan 10 dona so'zningki rasmlari amaliyotda mushu ekranga berilgan. Demakchi, batningkimda qarsangiz, sol eng yuqori sol tarafda odam xuddi shu odam da'vatgan gapga o'xshash gap-ku mana bu. Shu odam da'vatida desak, bu gapni masalan hozir biz mashq qilgan jumla shaklini. Odam qo'liga bir qalamni tutib olib, yana bir odamdan nima deb so'rayotdi? Is this your pen? deb so'rayotdi-ku. Bu odam nima deb javob beryapti? Asta deb javob beryapti deb qiyos qilaylik. Yes, it is. U shu. Okay? Bunda qarsangiz, kayniga sursak, uning kayniga o'ng tarafdagi rasmda book, ya'ni bir kitobni tutib olib, qiz bola o'g'ildan, is this your book? deb so'radi deylik. O'g'il nima deb javob berdi bu yerda? Yes, it is. U shu. Uning kayniga rasmni qarsangiz, is this your pencil? deb o'g'illar qiz boladan so'rayapti. Qiz bola qo'pib nima deb javob berdi deb qiyos qilaylik. Yes, it is. U shu. Demakchi, sursak o'ng tarafga. Is this your watch? Ayol kishi kishidan so'rayapti. Kishi unga qarab turib nima deydi? Yes, it is. U shu demak deydi. Uning o'ng tarafiga qarasangiz, cho'ng odam kichik bolaga ko'nglakni ko'rsatib turib, qo'lida tutib turgan ko'nglakni ko'rsatib turib nima deydi? Is this your shirt? deb so'rayapti. Bu bola qo'p nima deydi deb nima deb javob berdi deb qiyos qilamiz. Yes, it is. Ya'ni u shu deb. Ammo eng tuvan qarasangiz, ekranning tuvan tarafiga tushsak, odam yana bir odamga sol tarafdagi har kishi qo'lida bir paltoni tutib olib, o'ng tarafdagi odamga nima deb da'vatidi? Is this your coat? O'ng tarafdagi odam nima deb javob berdi? Yes, it is. Xo'sh, yana o'ng tarafga surilsak, yana bir ayoldan, is this your dress? deb so'radi deylik. O'ng tarafdagi ayol nima deb javob berdi? Yes, it is. O'ng tarafga surilsak, is this your car? deb odam mashinani tutib turib so'rayapti. Sizning mashinangizmi deb. Yoki bu sizning mashinangizmi deb.
Adam nima deb javob berdi? Yes, it is. U shu deb. Andan keyin uni tigiga tushsak, ma sol tarafdagi ayol va o'ng tarafdagi qiz oldi nima deb so'radi? Is this your skirt? deb so'radi dedi. U qiz nima deb javob berdi? Yes, it is. U shu deb. Eng oxirgi rasmga qarasangiz, kishi ayolga nima deb so'radi ayoldan? Is this your house? deb uyini ko'rsatib turib so'radi. Ma sizning uyingizmi deb. Ayolni biz nima deb javob berdi deb o'ylaymiz. Yes, it is. U shu deb. Xo'sh, undaqda mishada savoldoshlarning samiga sep qo'ydigan munda bir narsa, is this your degan jumla shakli va uningki javobi yes, it is to'g'riliq savoldoshlar deb qo'ydigan bir narsa. Men do'stkamni aytay, qarang. Is this your masalan book deylik. Is this your book? Nima dedik buni? Bo'lsa bu sizning kitobingizmi degan gap dedik-ku. Ya'ni bu sizning kitobingizmi degan gap bu. Xo'sh, bu savol jumla qaraylik savoldoshlar deb qo'ydigan bir narsa shu. Bu savol jumla. Ma'lum bu savol jumla bilan unda olsa, buni alayda savol jumla albatta savol belgisini ko'rib savol jumla deb o'yladik, demasingizmi? Siz nima demoqchi? Unda bu savolni savol jumla qilgan zot nima deydigan bir savol paydo bo'ldi qalbingizda. Ma'lum savol belgisi bo'lganligi uchun savol demdik, albatta savol belgisi bo'lganligi uchun savol deymiz. Lekin zot buni savol jumlasi qilayotgan nima degan bir savolga javob bersak, asli bu voqo qarang. Bayon jumla bo'lganda bunda bo'ladi. This is your book. Ya'ni bu qarang, so'z ma'nosini bo'yicha tushunsak, thisni bu deb o'rgandik. O'zimizga yaqin turgan narsani yoki o'z qo'limizda tutib turgan narsani biz ko'rsatib turib nima deymiz? This deymiz qo'ying. Bu deb. Shu bu'g'imi this degan. Is degan nima? Bo'lsa dedik-ku. Your sening yoki sizlarning book kitob. Demak, sening yoki sizlarning degan ko'p birlik yoki ko'pligini nima belgilaydi degan to'xtab so'z jumladagi gapning o'ram belgilaydi dedik-ku. Agar biz bir odamga qarab turib bu gapni desak qanday shu sening degan bo'lamiz-ku. Demakchi bu yerda your degan sening degan ma'noni oltish kerak-ku. Agar biz bir qancha odamga qarab turib qo'limizda bir kitobni tutib bu sizlarning kitobmi deb masalan demakchi bir qancha odamdan so'rasak bu gapni o'chog'da sizlarning deb tushunsak bo'ladi-ku. Demakchi shu belgilaydi-ku your'ningki sening yoki sizlarning ekanligini. Ya'ni jumladagi gapning o'ram belgilaydi demakchi. Xo'sh, u gap tutulsin. Men o'zimizning gapga kelsak, ingliz tilidagi bayon jumla bilan savol jumlaningki eng oddiy selishtirmasi mana shu. Hozir siz ekranda ko'rayotgandek. Demakchi, shu is bilan this ning o'rni almashib qolganda ya u yan ya bu yan bo'lib ketadi ekan. Agar is this ning oldiga kelsa, demakchi, birinchi jumlada is this ning oldiga kelsa, ya'ni is this bo'lib kelsa, undan your book desak nima bo'ldi ekan? Bu savol jumla bo'ldi ekan. Uning aksi bo'lganda is this ning keyniga o'tib kelsa yoki this is ning oldiga kelsa, ya'ni ikkinchi jumlada this is your book bo'lganda bu bayon jumla bo'ldi ekan. Ma'ni bilib olaylikmi? Xo'sh, unda olsa, bunda olsa, jumlaning egisini this desak, isni xabari desak, your book deganni to'ldiruvchi desak, masalan deylik, oddiy qilib desak, zag'ir til bilan. Ega xabar to'ldiruvchi degan narsalar qilib bizning maktabda o'qib boqqan hamma savoldoshlarni cho'qim yodida bor. Grammatika degan narsani o'rganganda ma'lumotlar o'rgatgan masalan. Mana jumlaning egisi jumo, mana jumlaning xabari jumo, mana jumlaning to'ldiruvchisi jumo deb. Tushunishliku? Demakchi, shu nuqtadan esaq jumlaning egisi masalan this bo'lsa, jumlaning xabari is bo'lsa, to'ldiruvchisi your book bo'lsa, demakchi bu gapdan nima xulosa chiqdi? Agar egisi bosh tikilib, uning keyniga xabari agishib kelib, anamdagi u xabarning keyniga to'ldiruvchisi mundaq kelsa, bu bayon jumla bo'ldi ekan ingliz tilida. Okay, unda olsa, bu gapdan bunda bir narsani tushungil bo'ldi ekan. Ya'ni jumlaning egisi boshda xabar keyinda kelsa, bayon jumla bo'ldi ekan. Agar shu egi bilan xabarning o'rni shunday almashib qolsa, savol jumla bo'ldi ekan degan bir xulosa chiqamdi. Okay. Demak, savoldoshlarga gap qo'ydigan muhim gapdan birisi mushu. Bugungi jumla, mana ismingiz chiqdi. Demak, is this your book? Ne savol qilayotgan, savol jumla qilayotgan nima deganda albatta savol belgisi. Demak, savol belgisi qarab bu savol jumla ekan deymiz. Lekin uningdan muhimi
is this your book ne savol jumla qilayotgan nima xabarning oldida egisining keyinda kelishi. Okay, ma'ni bilib olaylik. Uni tegirki jumla qarasak egisi boshda xabari uningga agishib ketyapti demakchi bu qandoq bayon jumla ekan. Ma'ni bilib olaylikmi? Va birinchi nuqta muhim nuqta savoldoshlarga deb qo'ydim. Ikkinchi nuqta nima? Yes it is. Qarang. Yes it is degan jumla. Bu yes it is degan nima desangiz amaliyotda ham tarjima qilganda ha u shu deb tarjima qildim bu yerda savoldoshlarning yozdi bor bu asli nima desangiz yes it is my book ning qisqartirilmasi. Ya'ni yes it is degan gap amaliyotda yes it is my book ning qisqartirilmasi. Ya'ni my book degan qanday yoshirin kelyapti. Ya'ni tirnoq ichiga qo'ydim bu. Gapni tushunishlikmi? Demakchi bir odam sizdan bu sizning kitobingizmi deb so'rasa, ha u mening kitobim deb to'liq deyishning hojati yo'q. U bo'lsa mening kitobim deb javobni unda to'liq deyishning hojati yo'q. Qisqartib ha u shu desakmi bo'ldi-ku. Demakchi shu nuqtadan aytganda ingliz tilidami naq shunday ahvol bor. Ya'ni yes it is my book deb o'tamay qisqartib yes it is deb qo'ydigan ahvol bor. Gapni tushunish bo'ldimi? Demak, mush ikki nuqta bugungi shu birinchi dars bilan amaliyotda birinchi darsda ikkinchi dars bir dars qo'y amaliyotda ikkinchi dars degan birinchi darsning mashq bo'lyapti. Demakchi, yig'ib yo'gab etsak, birinchi dars bilan ikkinchi darsningki xulosasi qanday? Dal mush ikki jumlada yuqorida siz ko'ryapman. Ustidagisi savol jumla, uning tagidagisi bayon jumla. Qanday bo'lsa savol, qanday bo'lsa bayon jumla bo'ldi. Men hozir deb bo'ldim, buni qaytlamayman. Ammo tagidagi uchinchi quruq qarasangiz yes it is degani amaliyotda shu yes it is my book degan gap my book degan bu yerda yoshirin kelyapti. Ya'ni demasak ham bo'ladi. Yes it is deb to'xtab qolsak bo'ldi. Xuddi uyg'ur tilidagi ha u shu degandaklar. Shuningga barobar demakchi. Okay? Mana shu nuqtani bilib olaylik. Agar mushuni bilib olgan bo'lsak, savoldoshlarni men nimaga tavsiya qilaman? Mushu mashqni yana qayta qilishni tavsiya qilaman. Chunki garchi oddiydek tuyuldi albatta. Oddiy tuyulayotgan bo'lishi mumkin dars savoldoshlar, lekin hargiz sal qaramayli. Bu narsa atogin qanday bir ish gapni bo'la bo'lmaydi, tuyuqsiz murakkablashib ketganligini his qilib qolsiz. Shu murakkablashib ketganini his qilishdan burun qanday jiq mashq qilish kerak ma'lani. Mashq qilishning yaxshi bir usuli nima? Mana ekranda ko'rayotganingizdek, to'g'anda nima ish qilamiz? Mana savoldoshlarga berilgan ikkinchi darsningki topshiriqi. Qarasangiz copy these sentences deydi. Ustidagi nima? Ko'rsatma, ya'ni buyruq. Shu kitobning bizga berayotgan buyruqi bu. Ya'ni ko'rsatmasi. Deydi copy these sentences. Copy degan ko'chirib yozish degan gap. Ya'ni copy qilish degan gap bu. These degan ma'lumotlar degan gap. Sentences degan hozir bilib oldingiz. Men ayrim yozmadim, yangi so'z qilib, lekin ko'chirib ulguraysiz shu topda daftaringizga. Demakchi, men mishak bir gapni qistusam, savoldoshlar, hargizmi beshingiz lingshitib o'tirib o'rganmangizmi? Ingliz tilini, ya'ni har qanday tilni demakchi. Beshin lingshitib o'tirib o'rganadigan narsa emas. Qanday o'rganamiz? Qo'lga qalamni olib turib, daftarga bir narsani ko'chirib turib o'rganamizmi? Hargiz beshingiz lingshitib, ha tushundim, ha men ma'lum darsni yaxshi o'tdi ekan, juma tushundim, ha bo'ldi, tamom. Yo'q, unda o'rgansangiz hargiz o'rganolmaysiz. Hech qanday boshqa chiqolmaysiz. O'rganishning yaxshi usuli qanday? Shu ko'chirib yozish, ma'lum so'zlaganda ma'nosini yozib menish degandek. Okay? Xo'shunda uzun gapning qisqasi copy deganni ko'chirib yozish dedik. These deganni ma'lumotlar dedik. Sentences degan jumlalar degan gapga unda buni qarashtirsak nima degan ma'no bildirdi? Ko'chirib yozing ma'lumotlar jumlalarni degan gapga unda ma'lumotlar jumlalar so'z ma'nosi bo'yicha deb berayotgango. Ingliz tilida ma'lumotlar jumlalar deb bunaqa ma'lumotni ko'pligida jumlalarni ko'pligida evatdiq, ya'ni ma'lumotlar jumlalar deb. Lekin uyg'ur tilida unda demaymiz-ku biz. Ma'lumotlar jumlalar desa beshinchi qopda sening deymiz. Ma'lumotlar jumlalar demaymiz, ma'lum jumlalar deymiz. Demakchi jumlalarni ko'plikda olamiz, ma'lumni birlikda olamiz uyg'ur tilida. Lekin ingliz tilida shuna ma'lumotlar jumlalar deb har ikkisini ko'pligida evatdiq. Ma'lumotlarni ko'plikda, jumlalarni ko'plikda. Okay, jiq so'zlab ketdim, kechiringlar. Mening maqsadim birla mush gapning ma'nosini tushunib qolsin demakchi. O copy these sentences degan nima? Ma'lum jumlalarni ko'chiringlar degan gap. Ko'chirib yozinglar. Nima ish buni qo'l yozma nusxasida berdi savoldoshlar?
aniqki bilib turasizlar, tushunib turasizlar. Shuni qo'l yozmada yozib mashq qilinglar demoqchi. Qo'linglarni mana ko'p yozib ko'ndiringlar demoqchi. Okay. Uzun gapning qisqasi ikkinchi darsimizning topshiriqi mushu savoldoshlarga. Ya'ni mushu ekranda ko'rayotgan excuse me, yes, is this your handbag? Pardon, is this your handbag? Yes, it is. Thank you very much degan ma'u dialogni qanday ko'chirib yozish mushu topshiriq savoldoshlar. Okay? Bundan sonra biz bu gapdan o'tib ketdik savoldoshlar. Biz qildigan ish yana to'lati bugun qanday 2, 3, 4 darslarni tugatmoqchi. Bizga hozir yarim soat bo'lay deb qoldi, demakchi tezroq bo'laylik, ha. Lesson 3 qarasangiz. Sorry, sir. Lesson degan o'tganda bo'ldim, dars degan gap 3 degan degan o'qim yerda. 3 degan sonni bildirdi. Biz oldida 1 2 deganda 1 2 ma 3 3 masalan 11-so'zga qarasangiz THREE deb yozilyotidi-ku harfda. O'qilishi qanday 3. Bunda o'ylasangiz tunugungi darsda men degan tilimizni yenik ishlab turib s'ni talaffuz qilsak chiqadi deb. S tilimizni yenik ishlab turib, ha? Ishlansam o'zib olmang. O'zib olsangiz men yega emasmi? S, ya'ni tilimizni ishlab turib s'ni chiqaraylik. S, ashundoq S degan S degan tovush shu. Demakchi, ashundoq chiqaramiz mana 3 ni. 3 deb. Hargiz buni ko'nglingizga yo'labla 3 deb aytmang. 3 desangiz ham amal yo'q. Siz men ko'rmayman, lekin siz mening ovozimni anglayapsiz. Sizning ovozingizni men anglamayman demoqchi. Endi 3 deb o'qisangiz amal yo'q endi. Sizni hech nima qila olmaydi. Lekin unda o'qimang. 3, Okay, lesson 3. Ya'ni 3-dars degan gapga lesson 1 degan birinchi darsda, lesson 2 degan ikkinchi darsda, lesson 3 ning bo'ldi, 3-dars bo'ldi. 3-darsning mavzusi nima ekan savoldoshlar? Sorry, sir. Xo'shunda biz mavzusining ma'nosini tushunishdan, undan muhimi dialogni tushunishdan burun qanday? Ya'ni dialogni o'rganishdan burun yangi so'zlarni ko'rdik emas, qarang. New words and expressions. Ya'ni yangi so'zlar va so'z birikmalari yoki ifodalash usullari. Number 1. Sorry. Sorry. Number 2. Sir. Sir. Number 3. My. Number 4. Coat. Coat. Number 5. And. Number 6. Umbrella. Umbrella. Number 7. Please. Please. Number 8. Here. Here. Number 9. Ticket. Ticket. Number 10. Number. Number. Number 11. 3. 3. Number 12. 5. 5. Number 13. Not. Not. Number 14. Does. Does. Number 15. Man. Man. Number 16. Get. Get. Number 17. Back. Back. Aşı men qanda oqsam aşununğa çoxum əgişim, meni dorab oqum. Albatta bu videonun yaxşı yeri YouTube'ninki. Kaynaga yandırıb qayt ko'rsangiz bo'ldi-ku. Gapni tushunishmi? Demakchi, ma'lum bilanmadim, qayta o'qib beraman deyishning hojati yo'q. Azroq barmog'ingizni sursangiz ham yoki mana bu nur belgisi sursangiz ham qayta anglab bo'ldi-ku. Demakchi, anglab, qayta anglab, qayta anglab dorab o'qishingizni umid qilmayman. O'pma o'xshashmi? Xatolashmaysiz agar meni dorab o'qisangiz, demakchi men o'zimdan talaffuzimni xil yaxshi deb o'ylayman. Agar ishonsangiz. Ishonmasangiz boshqalarga anglab baqsangiz bo'ladi. Qanday ekanman ma'lumman. Talaffuzi debchimi? Okay, so'zlarning o'qilish ahangini so'zlagash ma'nosi bilan bir tunishib chiqaylik savoldoshlar. Sorry. Bu alayda ta'kidlab qo'yish tegishli bir so'z. Bu sifat so'zimi? Sifat so'zi.
Sübət sözü deyil, söz türkümlərini bölümümüz mesela isim, sübət, san, ravish, almaş deb, demek aşlarının arasındaki sübət degan söz var. Sübət sözü cümle var. Sorry. Bunun ma'nosini bunda deb yazasiz. Bunda deb yazing. Xijil bo'ladigan, nima? Xijil bo'ladigan deb yozaylik. Kechirim so'raydigan degandek-ku. Xijil bo'ladigan, kechirim so'raydigan, o'ng'aysiz aldiki degandek, ashta bir o'ng'aysiz aldiki degandek ashta bir ma'no bildirdi bu. Hargizmi kechiring yoki kechirish degan ma'nosi yo'q. Chunki nurg'un odam buni masalan I am sorry deb ishlatmaymiz. Masalan, anglagan bo'lsangiz hech qisi yo'q. Baribir uchraydi keyingi darslarda. Demak, shu o'g'lim sorry degan so'zni kechiring deb tarjima qiluvdi nurg'un odam. Unda emas. Kechiring degan ma'nosi yo'q. Bu yerda so'zning ma'nosi fe'l ma'nosi emas. Ya'ni ish harakatini bildiradigan fe'l emas bu. Bu balki sifat so'zi. Ya'ni sorry ma'nosi nima? Abay degandek kechirim so'raydigan, xijil bo'ladigan, o'ng'aysizlangan degandek ishlar bir ma'nosi bor. Masalan, I am sorry desak nima degan ma'no bildirdi? Men bo'lsam kechirim so'raydigan holatda yoki o'ng'aysizlangan holatda yoki xijil bo'lgan holatda deb bunda olamiz buni. Nurg'un odam abay degandek I am sorry ni kechiring deb xato tarjima qiladi. Amaliyotda u kechiring degan gap emas. Men xijil bo'ldim degan gap. Tushunmi? Yoki men kechirim so'raydigan holatda bo'lib qoldim deb bunda tushunsak bo'ladi demakchi. Sorry, okay? Sübət sözü yazğanda xatiringizga sübət sözü deb yozing. Ondan keyin ma'nosini xijil bo'ladigan, kechirim so'raydigan, o'ng'aysizlangan aldiki deb boshqa yozib olsangiz bo'ladi demakchi. Number 2, sir. Sir. Bu nima desangiz, masalan, apandi deymiz g'alaba. Ismini qo'shib qo'yadigan apandi emas, masalan, Olim apandi, masalan, Mehmet apandi deymiz-ku. Uningdagi apandi emas. Shuni u degan boshqa so'z. Ma apandi degani masalan apandi yoki apandim. Kechiring apandim yoki yaxshimisiz apandim deb ismini qo'shmay deymiz-ku. Ashadi ishlatadigan apandim jumma sir, okay? Sir. Masalan, yes sir degan nima? Ma'qul apandim degan gap. No sir degan yo'q apandim degan gap. Masalan, thank you sir degan rahmat apandim degandek-ku. Ismini qo'shmay ishlatadigan apandim. Abay degandek masalan Adil apandim, Mehmet apandim deb ismini qo'shib deydigan chog'dagi unda u apandim emas, u boshqa gap. Chunki uni hozir demayman, oldimizda uchraydi baribir. Okay? Number 3, my degan nima? Mening degan gap. Yodingizda bor, savoldoshlar, oldingi darsda biz sening yoki sizlarning degan to'q. Your deu. Y O U R D. Machu hamda mening degan gap ma'lum. Birinchi shaxsniki ikilik kelish majmu. My, mening. Okay? Masalan, your handbag degani sening yoki sizlarning amaliy ahvolga bog'liq birlikka sening deb degan ma'noni oldirganligi yoki sizlarning deb ko'plik ma'nosini oldirganligi amaliy ahvolga bog'liq dedim-ku. Demakchi, your handbag degani masalan sening yoki sizning qo'l sumkangiz desak, my handbag degancha mening qo'l sumkam bo'ldi. Okay? Mening. To'rtinchi so'z coat. Coat degan nima? Palto degan gap. Coat nima ham o'rganib bo'ldik-ku deyman amaliyotda. Ikkinchi darsning so'zlik nimasini ko'rganda hech qisi yo'q, qaytilinib qolsa pishqinish bo'lib qoladi. Coat. Okay? Ya'ni palto. Beshinchi so'z and amaliyot biz tungi darsda uchirtib o'tganmiz va bilan degan bog'liq so'z dedik. And masalan, ustiga qarasangiz, ikkinchi qo'rdagi masalan new words and expressions deb yangi so'zlar va so'z birikmalari degan joyda kelyotdi-ku, and deb shu so'z shu. Va bilan degan bog'liq so'z. Oltinchisi umbrella. Umbrella nima? Kunlik degan gapmi? Kunlik. Yoki yomg'irlik deydi-ku ba'zida. Number 7, please. Please degan marhamat degan gap. Bu jumlalarda shu amaliy ahvolga asosan ba'zida marhamat deb tarjima qilamiz. Agar asosan yolg'iz kelib qolsa marhamat deb tarjima qilamiz. Masalan, qo'lingizni bundoq ishorat qilib turib o'tiring degan maqsadda please demakchi o'rindiqni ko'rsatib turib please desangiz qarshi tarafga shu marhamat ya'ni o'ldiring degandek bir ishoratni bergan bo'lsa, demakchi o'g'lim marhamat deb tarjima qilamiz yo'qmi masalan. Please deb o'ldirishni taklif qilib turib masalan o'ldiring demaymi?
o'tiring degan gapni demay turibmi, ya'ni o'rindiqni kesib turib please desak, marhamat degan ma'ni bildirdi demoqchi. Ondan jumlada boshqa so'zlar bilan birga keladi, albatta nurg'un ahvollarda boshqa so'z yoki so'z birikmalari bilan birga keladi. Bu chaqda shu amaliy ahvol qarta takalluf o'rinda tarjima qilsak ham bo'ldi. Buni marhamat deb qarisiga yoki majbur holda marhamat deb tarjima qilishning hojati yo'q jumlalar ichida. Masalan, please come deganni marhamat keling deyishning hojati yo'q. Come degan kelish deb tushunsak, masalan, please come degan kelinga deb qilsak, please nimshada azroq bir takalluf ma'nosida chiqarsak ham bo'ladi. Uni marhamat deb tarjima qilishning hojati yo'q demoqchi. Masalan, please come ni marhamat keling deb bilishning hojati yo'q. Bu kasimiz o'pka deb takalluf bilan shu jumladagi shu so'zning ma'nosiga singdirib bersak bo'ladi takalluf talaffuzida. Okay? Yine o'zining so'z ma'nosi amaliyotda ayrim kelsa shu marhamat degan ma'ni bildirdi. 8-chi so'z here. Here degan bu ya degan gap. Andan keyin bu ya masalan musha o'zingizga yaqin joyni ko'rsatib turib musha bu ya demoqchi bo'lsangiz, o'sha here degan so'zni ishlatsiz. Masalan here deb ko'rsatib turib here desangiz, musha shu yoki bu ya degan ma'ni bildirgan bo'ladi. Buning yana bir ma'nosi mana degandek ma'nosi bor. Masalan, mana sizga beray, mana elanga degan chog'da ishlatilgan ma'nochi here. Demak, ikki ma'nosi bor. Bu ya mishadan boshqa yana mana yoki mana degan ma'nosi bor. Okay? Number 9, ticket, bilet. Ticket degan bilet. Ortiq tushuntirishning hojati yo'q bu so'zni. Number degan nomer shu. Masalan, number 5 degan 5-nomer degan gap. Okay? So number 1 degan jo'q birinchi nomer degan gap. Ba'zida nomerni tarjima qilishning hojati yo'q. Masalan, I am number 1 degan men birinchi degan gap shu. Demakchi o'g'lim numberni masalan I am degan men bo'lsam degan bo'lsa, number 1 degan birinchi nomer bo'lgan bo'lsa, I am number 1 ni birinchi men bo'lsam birinchi nomer deb nomerni unda tarjima qilishning hojati yo'q. Men birinchi deb olsam ham bo'laveradi demakchi. Okay? Xuddi mana birinchi so'z, ikkinchi so'z, uchinchi so'z deganlarni number 1, number 2, number 3 deb o'qiganda qilchu. Number deganni ninja deb olsam ham bo'ladi demakchi. Ba'zida nomer deb olsam ham bo'ladi. Amaliy ahvoli bog'liq. Okay? Number 11 degan 3, ya'ni 11-si nima? 3 degan so'z yezilishi shundoq T H R E E. O'qilishi 3. Okay? Avay deb bo'ldim bu. Tilimizni yengil ishlab turib, thank you ni chiqarganga o'xshash chiqaramiz buni. 3 deb tilimizni yengil ishlab turib, s tavushin talaffuz qilsak bo'ladi. S 3 deb tushunmi? 3. Oldida biz 1, 2 ni o'rgangan to'q, bugun 3 ni o'rgandik, 3 sonni puxtaga deb oldik degan gap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Number 12, 5. Mana 5 ni o'rgandik mana. Mana hamsi deb. 5 degan nima? 5. Shu 5 ni sondagi 5. 5 ni so'zlaganda alohida eskartib qo'ymasam bo'lmaydigan bir narsa. Qarasangiz F I V E 4 harfdan tuzilgan bir so'z ekan bu. 3-chi harf nima? V harfi. Agar oldidagi elifba darsimizni ko'rgan bo'lsangiz, men alohida eskartgan shu V harfininki V deb talaffuz qilinganligini. Ya'ni ustdan kichish, ostdan qalpoq tegib V deb titrab chiqadiganligini men alohida ta'kidlagandim. Demakchi, shu qoidaga asosan men 5 ni qanday shunda o'qishingizni umid qilaman. Ya'ni 5 deb og'zingizni ichib ham to'xtab qolmay, balki V deb yeping oxirlashtiring demakchi bu so'zningki talaffuzini. Ya'ni 5. Okay? Agar men kamera ochib qo'ygan bo'lsa, meningki og'iz shaklimni ko'rgan bo'lsangiz, texnik yana qo'ladi. Lekin men ishni men demoqchi o'g'limni tushunganingizga. Ya'ni 5 ni qanday 5 deb V gapirib to'xtatamiz. Hargiz 5 deb og'zimizni ichib to'xtab qolmaymiz. Agar og'zingizni ichib to'xtab qolsangiz, shu quruq uzumdan birini og'zingizga tashib o'tib qolmay. Chiu, og'zingizga bir narsa chiqib ketadi. Agar 100 rani o'tgan bo'lsak, bu darsni ashta qiladim. 5 deb to'xtab qolsangiz, og'zingizga bir narsani tashib o'tadi. Unda to'xtab qolmang demoqchi men. 5 V deb to'xtab, V degan tovushda. Ya'ni 5. Okay?
5 oldu. Malum 1 2 3 ni o'rgandik, 5 ni o'rgandik. Bo'pti, 4 ni o'rganib o'tmaydimi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, aldirman 4 ni 4-darsda o'rganamiz keyindik, ha. Azroq qolib qolsin. Okay, number 13. 13-chi so'zimiz nima? Not. Not. Not degan nima? Emas degan gap. Aniq farq qilib olayli. No bilan not ikki gapchimi? Hargiz o'xshamaydi. Birisi yo'q, birisi emas degan gap. Ya'ni bunda demakchi. No degan so'z bilan not degan so'zni farq qilib olaylikmi? No degan yo'q degan bo'lsa, inkor qilgan yo'q degan ma'no bildirsa, not degan emasmi? Okay? Masalan, not me desak, men emas degan gap yoki emasman. Uyg'urchada men emas deymiz, o inglizchada emasman deb ifodalaydi. Gapni tushunishlik-ku. Demakchi, no degan yo'q, not degan emasmi? Ikkisi gap. Okay, 14-si does. Does bu so'zning yezilishi shunday D-O-E-S, lekin o'qilishi does. A o'qildi, does. Okay, does. Ma'nosi nima desangiz, buni yordamchi fe'l deb yozib turing hozircha, yordamchi fe'l. Yordamchi fe'l deb yozib, tirnoqchiga 3-shaxs birlik ishlatildi deb yozib qo'ying hozircha. Buni ortiq so'zlashning hech qanday hojati yo'q. Agar buni ortiq so'zlasam, bu gap uzrab kashulib tanitib ketadi. Necha 10 soatmi yetmaydi-mi? Unda desam qo'g'ab ketmang, inglizchada tasdirda. Yordamchi fe'l deb yozing, andan keyin 3-shaxs birlik uchun ishlatildi deb yozib qo'ying hozircha. Buni yana uchratganda gapirmay qolganman. Okay? 15-si man. Man degan aksi degan gap. Aksi yoki adam degandek-chi. Okay? Ayol kishini keyin o'rganamiz. Number 16, get. Get degan elish degan gap. Elish, ya'ni bir narsani topshirib elishdiki, elish-chi. Get, okay? 17-ci söz back, qaytirish yoki kayniga yoki yandirib deganda qashqa bir ma'no bildirdi. Back deganmi? Qaytirish, qaytirib yoki kayniga yoki yandirib deganda qashqa bir ma'nosi bor. Xo'sh, shunda so'zlar, mush so'zlar. Men yana desam, yana shu buni yana ta'kidlashning hojati yo'q. Biz unda aslında shu o'rganganlarimiz asosida keyingi darsni ko'raylikmi? Ya'ni keyingi dars deganim shu darsningki teksti, dialogi, okay? Bunda qilaylik. Men o'qib bo'lib ozroq tinib turish jarayonida sizni agishib o'qiyman qildi. Lesson 3, sorry sir. Conversation. Does the man get his umbrella back? Hech qisi yo'q. O'xshash o'qiyammisingiz? Chiqmash qilsangiz da bo'ladi-mi? Ma'lum balki yaxshi o'qiydi ekanman, unda o'qiyamaydi ekanman deb hargiz ko'nglingizni yerim qilmang. Men ingliz tili bilan shug'ullanayotgan 24 yil bo'libdi. Siz 24 yil shug'ullansangiz, siz mendan yaxshi so'zlaydigan bo'lib ketishingiz mumkin. Demakchi o'g'lim, tunigun boshlabla ingliz tilini yoki bugun boshlabla unda ko'nglingizni yerim qilmang, men nima qilishda o'qimayman deb chiqmash qilish kerak. Yana bir qatim o'qiyman, conversation. İkinci Kur'an ekranımızdan ikinci Kur'daki birinci söz bu, conversation. Does the man get his umbrella back? Nasıl başladık ha? Hazırca oylaşmayı turum, nim degan gap bu, düşenmeymi oqsam bulam deb, u qulaqli qarınız olmasın hazırca. Diyalogni o'qishga başladık hamız, mana agishib o'qing. My coat and my umbrella, please. Here's my ticket. Thank you, sir. Number 5. Here is your umbrella and your coat. This is not my umbrella. Sorry, sir. Is this your umbrella? No, it isn't. Is this it? Yes, it is. Thank you very much. Okay. Demakchi, mana agar o'qishimiz shunchalik bo'lsin, qolganini videoni keyingi yandirsangiz yana anglay olasiz. Demakchi, o'qishimiz shunchalik bo'lsin, hamda biz ma'nosini tushunib, andan keyin amaliy
mashqda ishlab buni pishiqlaylik keyingi darsimizda. Xo'sh, nima degan gap bo'ldi? Lesson 3 degan 3-dars degan gap. Sorry sir degan kechiring apandi deb tarjima qilsak bo'ladi, lekin bu yerdagi sorry ni hargiz kechirish deb fe'l ma'nosida, sharkatni bildiradigan fe'l ma'nosida tushunib qolmaylik. Bu sorry ning ma'nosi men xijil bo'ldim, men xijil bo'lgan holatda degandek bir gap. Amaliyotda bu sorry sir degan qanday? Haras ma bu hozir shu topda ekranda ko'ryapsizmi? Masalan, sol tarafga no ni yozib, eng oxir, eng tegirik qurda. Sol tarafga no ni yozib, o'ng tarafga not deb yozib qo'yibman-ku, o'rtasiga bir VS qilib bir chek urib qo'yibman-ku. Bundan keyin to'liq ishlatman bu narsani. Men yana qayta so'zlab o'tmayman nima ish qildig'ini, ya'ni nimani bildirganligini VS ninki. Bu versus ya'ni qisqartib VS desangiz bo'ldi. Ikki narsani selishtirganda ishlatiladigan bir so'zmi? Yoki bo'lmasa musobaqa tushadigan, masalan, A taraf bilan B taraf hozir musobaqa tushdi, boshlandi hamsa, boshlanlar deb qo'ymoqchi. A versus B deb demoqchi, o'tirdagi rapperning ishlatiladigan so'zi. Yoki bo'lmasa, mana shunga bugungi darsimizda ishlatganda no bilan notni selishtirganda ishlatiladigan bir so'z iboratmi? Versus degan yoki belga deylik, VS degan. Bunun uchun jiq yozaman, masalan, ikki narsani selishtirganda. Ma'lum ikki narsani selishtirib deb tushunsangiz bo'ldi. Okay? Xo'sh, unda abayqa men bunda qilmoqchi edim. Gap alishib ketdi. Sorry, sir degan amaliyot nimaga desangiz, qaranglar. I am sorry, sir degan gap amaliyotda. Bu yerdagi I am degan qanday? Yoshirin kelyapti yoki aniq aytilmadi deylik. Gapni tushunishdikmi? Ma'nosi I degan men, am degan bo'lsam, mana bu yangi gap, buni aslan ayrimlik yangi so'zda qatorida tushundirsam bo'ladi, lekin hech qisi yo'q. Baribir uchraydi oldimizdagi darslarda. Hozir bugun olsangiz, ayrim yozib olsangiz hech qisi yo'q daftaringizga. I degan men degan gapmi? Meningni my deymiz dedik qo'yam. Demakchi, menni I deymiz, meningni my deydiganmiz abay qo'yganligimiz bo'yicha. Yodinglarda hozir senni yoki sizlarni you deydiganmiz oldingi darsda o'rgangan. Sening yoki sizlarningni-chi your deydiganmiz. So'zlikning xil eshib qoldi-jimi, o'zingizni salchaqlamang. Xo'sh, unda uzun gapning qisqasi I ning keyindagi am degan nima? Bo'lsam degan gap. Xuddi masalan, bu bo'lsa sizning kunligingizdagi is ne bo'lsa degan tuqqo, shunga o'xshash ammo bo'lsa degan so'z, lekin men uchun ishlatildi. Masalan, I am deb bunday ishlatiladi. Masalan, I am sorry degani mishada. Men bo'lsam xijil bo'lgan holatda degan ma'ni bildirdi mishadagi ma'nosi. Sir degan apandim degan gap qarshi tarafni atab degan gap bu. Ya'ni I am sorry sir degan nim degan gap desangiz, mishada uzun gapning qisqasi. Men xijil bo'ldim apandim degan gap. Yoki men o'ng'aysizlandim yoki men kechirim so'raydigan bir holat bo'lib qoldim apandim degandek işte ma'no bildirdi-ku. Hargiz kechirim apandim deb balki sorry'ni kechirim deb balki fe'l ma'nosida tushunib olmayli demoqchi uzun gapning qisqasi. Okay? Xo'sh, shunda bo'lsa, 3-darsning temasi sorry sir nimda tushundikamiz? I am sorry sir ning qisqartirilmasi deb tushundikamiz. Ma'nosi kechirim apandim yoki xijil bo'ldim apandim, sat bo'ldi ya apandim degandekchi. Okay? Gapim tushunishlik bu. Sorry'ni ishqilib balki fe'l ma'nosida tushunib qolmang. Fe'l, ish harakatni bildiradigan fe'l so'zi deb tushunib qolmasangiz bo'ldi, eng muhimi. Demakchi, darsning temasi shukan, ammo tegidagi ikkinchi quruq qarsangiz conversation degan nima? Dialog degan gap qo'y yoki parang tunigin deb bo'ldim bu. Bu dialog ninki savoli bizdan so'raydigan, ya'ni hali biz shu dialogni tushunib bo'lgandan keyin mana savolga javob beramiz. Shu savolga javob beramiz. Does the man get his umbrella back? Degan nima degan gap desangiz, so'zma-so'z deb bersam, does deganni men yordamchi fe'l degandim. Uchinchi shaxs birlik uchun xizmat qiladi degandim. Nima degan gap bu? Ha? Yordamchi fe'l, xizmat qilish, qanday gap bu? Ma'lum siz qanday tilda so'zlayapsiz deb hayron qolishingiz mumkin. Hozircha hayron qolmay turing, men bir necha darsgacha fursat bering, tushuntirayman buni. Ha, asli bundan ekan-da deb o'zingiz bilib olasiz bir necha darsdan keyin. Xo'sh, uzun gapning qisqasi does degan yordamchi fe'l. Uchinchi shaxs birlik uchun xizmat qiladi. Uchinchi shaxs birlik deganimiz the man.
the man deganni ash odam, heliq odam deb tushunsak, masalan, doesn't tarjima qilmaymiz amaliyotda. Yordamchi berib savol jumlasi cho'qim keladi mishada. Kelmasa bu savol jumla bo'lmaydi. Demakchi amaliyot tarjima qilmaymiz doesn't. The man deganni ash odam deb turaylik yoki ash har kishi edi. Gap deganni elish dedi xalqi. Bir narsani topshirib elishga elish. His umbrella degan uning kunligi degan gap bu. Back nima dedik? Qayta, kayniga yondirib, qaytirib deganda ishda bir ma'nosi bor bir so'z dedik-ku. Unda bo'lsa, bunda kayningizga bir qadam kayningizga dojib etib tushunsangiz bu jumlani. Nima degan gap desangiz, odam yoki yiliq odam yoki ash odam o'zining kunligini topshirib qaytirib oldimi deganda ishda bir gapgan-ku. Does the man get his umbrella back? Odam o'zining kunligini topshirib oldimi yoki qaytirib oldimi deganda ishda bir gapgan-ku. Okay. Shunchalik tushunib turaylik hozir, ha. Demakchi bu garchi savoldoshlarga bak murakkab tuyulsa-mu bu jumla bo'lib savol jumla. Ma'lum bu yordamchi berilgan bir gapni qildi. Uchinchi shaxs birlik uchun degan gapni qildi. Nimda kashilang bir til deb o'ylayotgan bo'lsangiz, kechirim so'rayman sizdan. Azroq chidib o'taman degandek. Yana bir necha darsdan keyin asli bunda ekanda deb o'zingiz o'ylayapsiz, okay? Ya'ni uzun gapning qisqasi savolning ma'nosi odam o'zining kunligini topshirib oldimi degan gap. Qo'shnidosh dialogning ma'nosi dialogni jumla tushunib chiqaylik. My coat and my umbrella please degan gap. Mening paltorim va mening kunligimni marhamat degan gapkan-ku. Bu qanday gap bu? Mening paltorim va mening kunligimni marhamat. Shu bering demak ekanda, ham tushundim. Okay. Bu amaliyotda nimaga desangiz, bu amaliyotda tirnoq ichida give me degan gap yoshirin kelayotgan bir jumlaga amaliyotda bu. Give me my coat and my umbrella please degan gap bu amaliyotda. Demakchi give me degan yoshirin kelayotgan jumla. Uyg'urchadan bog'u chapinimni deb bir ishorat qilsak, shu chapinimni elibdanga degandek bir ma'no bildirdi-ku. Demakchi bundaq birligi nimani oldiga kelib bir kutib olish o'rniga kelib chapinimizni shay berib qo'ygan bo'lsak, masalan bir yer kirishdim bu yil burun. Chapinimni desak, chapinimni elibdang degan ma'no bildirdi-ku. Qarshi taraf chapinimni elibet deydi deb. Elibet degan gapni kimnisin bo'ldi demakchi Uyg'urchadan bor demakchi unda gaplarni qisqartib deyja. Inglizchadami give me degan gapni yoshirin keldi deb tushunsak bo'ldi majmunda. Give me degan give degan berish, me degan menga degan ma'no bildirdi mishada. Demakchi give me degani menga bering menga degan ma'no bildirdi. Nimani? My coat, mening paltorimni, and va my umbrella, mening kunligimni. Ya'ni please deganni takallub dedim-ku. Buni marhamat deb tarjima qilishning hojati yo'q deb alayda askartim yodingizda bo'lsa. Nima degan gap bu alayda tarjima qilishning ahamiyati yo'q deb alayda askartim degan nima degan gap bu? Bu gapni agar mening paltorim bilan kunligimni bering marhamat desak, to'g'ri qamlashmaydigandek turamdi. Shunga alayda buni marhamat deb tarjima qilishning hojati yo'q, please me. Buni qanday shu gapning ichiga takallub talaffuzni singdirib devatsakli bo'ldi. Masalan, xapolmay paltorim bilan kunligimni elversangiz deb bunda desak bo'ladi-ku. Cho'qim marhamat deb tarjima qilishning hojati yo'qmi? Please me. Gapni tushunishlik-ku. Okay. Uzun gapning qisqasi my coat and my umbrella please degan give me degan gapi yoshirin kelayotgan jumlaning beshida. Ashta bir jumla ma'lum. Ham tushundingizmi? My coat and my umbrella please me. Okay. Deb bo'lib, ya'ni gapni qaytilsam, paltorim bilan kunligimni elversangiz xapmay deb tushunsak bo'ldi-ku birinchi jumla. Okay. Uning kendinla agashtirib here is my ticket deydi. Yodingizda bor ham here nima degandim? Misha biya undan boshqa mana degan ma'nosi bor dedim-ku. Here is my ticket degan mana bo'lsa mening biletim degan gap bu. Mening dedi qabiyam ticketni bilet dedi. My ticket degan shu mening biletim degan gap bo'ldi.
Bunda so'zma-so'z tushunsak majmuni. Here is my ticket degan mana bo'lsa mening biletim. Bu yerdagi izni bo'lsa deyilishning hojati yo'q Uyg'ur tilida. Biz Uyg'ur tilida mana bo'lsa mening biletim desak haqida qarab nalik odam ma'vu deb qaraydi-ku bira chiroyimizga. Mana mening biletim desak ham bo'ldi-ku Uyg'urchada. Inglizchada lekin işte ataydi. Here is my ticket deb. Mana bo'lsa mening biletim deb. Gapni tushundingizmi? Okay. Demakchi o'g'lim, ma'vu xaridor odam deyli yoki mehmon. Xapmay paltorim bilan kunligimni elib versangiz deb bo'lib, mana mening biletim dedi deb tushunsak bo'ldi. Birinchi rasm qarsangiz odam biletini ko'rsatib davlatida bu gapni birinchi rasmda. Okay. Ikkinchi rasm qarsangiz thank you sir. Tasmiz bu gapni tushunish. Rahmat afandim. Okay. Number 5, 5-chi nomer ekan. Ya'ni uchinchi rasm qaraydi. Demakchi o'g'lim birinchi jumlani birinchi rasmga tatbiq qilsak, ikkinchi jumlani ikkinchi rasmga tatbiq qilsak, uchinchi jumla ya'ni thank you sir degan qanda thank you sir bilan number 5 ni uchinchi rasmga tatbiq qilsak, masalan demakchi o'g'lim thank you sir deydi albatta topshirib olgandan keyin rahmat afandim degani. Develop number 5, 5-chi nomer ekan deydi. Ya'ni nomerga bir qarab deb bir og'izdan chiqaryapti. 5-chi nomer ekan deb. 3-chi rasmda shu ifodalanadi. Develop here is your umbrella and your coat. Abiyam here is nima dedik? Mana deb oldik-ku. Mana bo'lsa deyishning hojati yo'q Uyg'urchada. Ya'ni mana your umbrella, sizning kunligingiz and your coat va sizning paltoringiz. Ya'ni here's your umbrella and your coat. Mana sizning kunligingiz va paltoringiz deb 4-chi rasmni qarsangiz, demakchi. Tayoq qilib bunday qo'ydi deyli, nimaning ustiga. Takchining ustiga. Qo'yganda endi 5-chi rasmga keldi nima qarang. Odam mehmon This is not my umbrella deydi qarang. This is not my umbrella. Nima degan gap bu? Bu bo'lsa emas mening kunligim. Bu mening kunligim emas degan gapkanda. Inglizchada bu mening kunligim emasni bu bo'lsa emas mening kunligim debda emas mening kunligim deydi ekan. Mening kunligim emas mening kunligim deb ta'bir deydi ekanda. Okay. Buningki inglizcha o'rgansam sadmış ingliz tilininki ifodalash odatini shunday sezgirlik bilan qabul qilishim kerak ekan deb bundan o'rganishingiz kerak. This is not my umbrella. Agar not qo'shmay this is my umbrella degan bo'lsa nima bo'ladi? Oldingi darsda oldingi dars so'zlatdimiz bu jumlani. Demakchi mishadim ko'rilish ta'sir emas-ku. This is agar demakchi notni olmasak bu jumlada this is my umbrella desak nima bo'ldi? Bu bo'lsa mening kunligim bo'ladi. Endi notni qo'shib qo'ysak qanda bu mening kunligim emas bo'ldi ekan. Okay? Ya'ni so'zma-so'z tarjima qilsak, bu bo'lsa emas mening kunligim. Deganda odam qo'pib taksining keyindagi yoki ko'znakning keyindagi odam. Sorry sir, bu amaliyot nima degan gap? Men boshida bo'ldim. I am sorry sir niki qisqartirilmasi. Amaliyotda I am sorry sir degan gap bu. Okay? Nima degan ma'ni bildirdim? Kechiring afandim, ya'ni xijilman afandim yoki sat bo'ldi degandek ma'ni bildirdi. Eng muhimi mishadiki sorry ni kechiring deb bildi. Kechirish, ya'ni fe'l ma'nosida harakatni bildiradigan so'zlar tushunib qolmaydi. Bu sifat so'zi, ya'ni xijil bo'ladigan, kechirim so'raydigan degandek ma'nosi bor. Okay? Xo'sh, sorry sir deb bo'lib, is this your umbrella? Majumla bak tonishlik bizga. Bo'lsa, bu sizning kunligingizmi? Ya'ni bu sizning kunligingizmi deb yana bir kunlikni ko'rsatdi deyli. Is this your umbrella? Oldingi darsda is this your handbag degan jumla to'g'ri bu. Oldingi darsda ko'rgan naqash jumla shu. Abiyamni tushuntirib bo'ldim-ku. Qanday bo'lsa savol, qanday bo'lsa bayon jumla bo'lganligini. Is this your umbrella? Ya'ni uzun gapning qisqasi. Bu sizning kunligingizmi? Qarshi taraf no it isn't. No it isn't degan nima degan gapimda? Nishada tushuntirib o'tamiz. No it isn't degan amaliyotda
No, it is not my umbrella degan gap. Bu yerdagi my umbrella qanda yoshirin kelyapti deb olamiz. No, it is not my umbrella ni qisqartirib no, it is not deymiz. Ama shu no, it is not nimi yana bir qisqartirib ekanmiz. Endi qisqartirib ekanmiz no, it isn't deb. Ya'ni is not ni qisqartirib isn't deb ekanmiz. Ya'ni no, it is not my umbrella degani to'liq jumla bo'lsa, no, it is not degan uning qisqartirilmasi bo'lsa, no, it isn't degan uning yana bir qisqartirilmasi. Gapni tushunishlikmi? Ya'ni u yo'q, u bo'lsa emas mening kunligim degan gapni yo'q, u emas deb qisqartirib, uni yana is bilan notni yig'ibla isn't deb davom ettirganmiz-ku. No, it isn't degan nima deb tushunamiz eng oxirida? Yo'q, u emas deb tushunsak bo'lgan-ku. Okay. Shu gap bo'yicha no, it isn't deydi. Demakchi tunchi qatam xato beribdi, ikkinchi qatam yana xato berdi degan gap. No, it isn't deyapti. Deganda anonkin ko'znakdan kaynab turgan odam qanda is this it deb so'rayapti. Nima degan gap bu? Is this it degan. Bu it degan nima? U deb o'rgangan oldingi darsda. It narsalar qartilgan u, uchinchi shaxs birlik u narsalar qartilgan. Bu is this it nima deb tushunsak bo'ladi. Bo'lsa bu u bu shumi demak ekanda it degan amaliyat nimaga tang desangiz your umbrella ga tang. Demakchi your umbrella davamay uni qanday bir it bilan almashtirib qilyapti. Amaliyotda almash degan shunday narsa-ku. Ism va boshqa so'z turkumlarining o'rniga almashib keladigan narsalarni almash deymiz deb bilgangan-ku grammatikada. Almash degan nima shu it degan mishada u almash bu nimaning o'rniga almashib keldi deganda shu your umbrellaning o'rniga almashib keldi. Ya'ni demak oldingi jumlada is this your umbrella deb so'rab bo'lg'ashqa yana bu yerda is this your umbrella davamay is this it deb your umbrellaning o'rniga itni almashtirib keldi deb tushunaylik. Ya'ni bu shumi degani-ku. Deganda mehmon qo'pib eng oxirida yes it is deyapti. U shu deb bo'lib thank you very much. Sizga bak rahmat, ya'ni rahmat sizga night ko'p degan gap bu. Thank you very much degan. Inglizcha shunaq ko'nash kerak, Rahmat sizga night ko'p deydiganimizda gajidaklar. Thank you very much. Rahmat sizga night ko'p. Thank you very much. Rahmat sizga night ko'p. Uyg'urchada unda desa haqimda qari 35imizning oyiqimizga shunday deydi ma'ada. Rahmat sizga night ko'p demaymiz, Uyg'urchada sizga ko'p rahmat deymiz va inglizchada shunday qiladi. Rahmat sizga night ko'p deb. Okay? Dersimiz mushu 3-darsniki avvali mushu endi boshqa gapimiz qaytib kelsak, does the man get his umbrella back? Adam o'zining kunligini topshirib oldimi qaytirib degan gapdi-ku. Bunga biz javob beradigan bo'lgandik. Nima deb javob beramiz? Yes, he does deb javob beramiz. Yes, he does deb javob bersak, u ashta qildi degan gap. U topshirib oldi degan gap. Qisqartirib yes he does deymiz. Okay? Hozircha mushunchilik bo'pti so'ng masal 4-darsni o'tib mashqlarni ishlab, anonki yana mashqlarni ishlabmi ulgura olmayman deb o'ylagandim, lekin vaqt so'zlab ketyapti. Yavaş kelayli. Hozir 1 soatdan sal oshqil turdi. Demakchi savodashlarning taqatini, sabr taqatini o'ylashib 1 soatni oshirmaslikka tirishgan to'q yana dars nima qoldi. Asl maqsadim bugun 2, 3, 4-darslarni tugatib o'tishdi, 3 darsni. Lekin har holda qanday bo'lmasin 2 darsni o'zim tugatdim, 2, 3 ni. 4-darsni unda ertaga qo'yaylik savodashlar inshaalloh. Butun diqqatingiz keyingi darsimiz bo'lsin. Abayqi gapni men yana bir qatim qaytalab qo'yay. Ingliz tilini mayli qanday oltinni bo'lsin, mayli har qanday narsani bo'lsin. Beshimizni langishtirib o'rgangan bo'lmaydi savodashlar. Cho'qimki qo'lingizga bir qalam, daftar olib, yozib o'tirib, darsdan tushib bo'lgandan keyin videoni qayta ko'rib, qayta o'qib, yodlab, hatto ko'chirib yozib, daftar, kitoblarni to'sh qilib olsangiz texi yaxshi. Okay? Shunchalik gap satay unda bu qatam inshaalloh biz keyingi darsda ko'rishaylik.
Aman bulunlar. I will see you tomorrow. At görüşelim inşallah. Ma'qul. Allohga emanet.